Mana bugun paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti sun'iy iqlim va immunologiya laboratoriyasida seleksiya materiallarini ekish jarayonidamiz. Bu ekish 60-25 sxemasida ekilyapti. Bu yerda yangi navlar, yangi tizmalar, yangi duragaylar, urug'lar ekilmoqda. Bugun Toshkent davlat agrar universiteti qishloq xo'jaligi ekinlar seleksiyasi urug'chiligi yo'nalishi 2-kurs bosqich talabalarini ham ekish jarayoni bilan tanishtirishga olib kelganmiz. Bu yerda ekish jarayoni va seleksiya urug'chilik bo'yicha umumiy tushunchaga ega bo'lishmoqda talabalar.